Assalomu alaykum, Intimaqda xabarlarning kechki soni va uni sizlar bilan men Hurmatoy Nurmatova tanishtiraman. Avval bugungi dasturimizni qisqacha mazmuni bilan tanishib oling. Endi qishloq hukumati rahbarlari to'g'ridan-to'g'ri saylanishi mumkin qonun loyihasi ovoz berishga jo'natildi. So'nduktan bu aylik hukumatni bu qayerdan bir ishlab chiqish kerak-da. Qirg'izistonda ishsiz ayollarning soni 95 mingdan oshdi. Endi ularning 300 dan ortig'i ishga jalb qilinadi. Үйлөн бюджетин эсептегенди үйрөндүм, ошондой эле бизнес пландарды түзгөндү, кредит алганды банктан. Kuch tizimi xodimlari masjidlarni kuchaytirilgan tartibda nazorat qilishadi. Bu jarayon juma kunlarigina olib boriladi. Аймактык милициянын ыйгарым өкүлдөрү көзөмөлдөшүүдө. Batken oblastidagi tasviriy san'at maktabi internati yangi binoga muhtoj, sababi 10 yildan beri o'zlarining binolari yo'q. Maktab bo'lgan klasslar kichkinakay. Endi hukumat rahbarlari to'g'ridan-to'g'ri saylanishi mumkin. Bu bo'yicha masala Jo'g'org'i kengashda qaralib, qonun loyihasi ovoz berishga jo'natildi. Tashabbuschilar bunday usul nomzodning javobgarligini oshiradi deyishsa, ayrimlar esa qarshi bo'lishdi. Siyosiy tahlilchilar esa mahalliy kengashlarni tarqatish kerak degan fikrda. Qizg'in muhokamaga sabab bo'lgan qonun loyihasi haqida navbatdagi lavhada tanishasiz. Joriy yilda Markaziy saylov komissiyasi tomonidan qabul qilingan ko'rsatmaga ko'ra qishloq hukumat rahbarlarini saylash 20-yanvardan boshlanadi. Unda rahbarlar mahalliy kengash deputatlarining ovozi bilan saylanadi. Masalan, o'sha basi bo'yicha 70 qishloq hukumatlarda rahbarlarni saylash muvaffaqiyatli yakunlandi. Saylovda to'liqqanli o'tish uchun erejeler, birinchidan talabgorlar ko'rsatilish kerak, qattalish kerak, ularning o'zining Qattolun jol-jobosu var. Ondan keyin talabgorlar qattalgandan keyin saylov o'tgan kuni o'sha yerlik kengashda kvorum bo'lishi kerak. Endi mahalliy kengashlarni saylashda mazkur qoidalar amalga oshirilishi zarur bo'lmay qolishi mumkin. Sababi Jo'g'org'i kengash deputati Kenjabek Bo'qoyev qishloq hukumat rahbarlarini to'g'ridan-to'g'ri saylash tashabbusini bildirdi. Deputat so'zlariga ko'ra, mazkur qaror aholi ishonchini orttirib, ijroiy organni adolat bilan ish olib borishiga sharoit yaratadi. Учурда айыл өкмөт башчыларын жергиликтүү кеңештин депутаттары шайлайт. Буга эл нааразы. Анткени айыл өкмөт депутаттардын жарымын көбүнүн добушун алса эле шайланып калат. Ошол аз гана депутат менен бюджеттери бекилип, маселе чечилип жатат. Mazkur qonun loyihasi Jo'g'org'i kengash muhokamasiga sabab bo'ldi. Unda ayrim deputatlar loyihani ma'qullagan bo'lsa, ko'pchilik qarshi fikr bildirgan. Sababi ular qishloqlarda urug'larni bo'linishi yuzaga kelishi mumkin deb shubhalanishmoqda. Баягы элди бөлүп жарууга барбаса экен деген максатта мен айттым. Азыр мүмкүн эрте ушул жол менен кетканыбыз туура. Азыр 370 жергиликтүү өзүн өзү башкарууда шайлоо болуп өтүптүр. 10 гана жерде ушундай кворум болбой, шайланбай калган учурлар болуп тур. Бул эми 3% түзүп атат. Tahlilchi To'lagon Keldibayev esa qishloq hukumat rahbarlarini aholi saylaganda ham yashovchilar yaxshi yashab ketmasligini aytadi. Aksincha, mazkur xizmatga kelganlar aholi hisobidan foyda ko'rishlari mumkin. Shu sabab mahalliy o'z-o'zini boshqarishni batamom yo'q qilish zamon talabi deydi u. Al yerga kelgandan al biznes qilish kerak, yer sotish kerak, uy-бүлөсүн багыш керек, байыш керек. Ошо окшонгон иштер менен алектенип атат да. Ошондуктан бул айыл өкмөттү бул кайрадан бир иштеп чыгыш керек да. Бул айыл өкмөт керекпи, айылдык кеңеш керекпи? Алар эмне иш кылат? Пайдасы элге тийеби, тийбейби? Ушул жактарында бир терең анализдеп, изилдеп көрүш керек да. O'zgartirishga muhtoj qonun loyihasi deputatlar muhokamasidan keyin ovoz berishga jo'natiladi. Lekin loyiha qo'llovga ega bo'lganda ham mahalliy o'z-o'zini boshqarish haqidagi qonunga o'zgartirish kiritish uchun kamida 10 yil vaqt kerak bo'lishi aytilmoqda. Bu vaqtgacha 2001-2005 yillar oralig'ida qishloq hududining rahbarlarini saylash to'g'ridan-to'g'ri bo'lgan. Shu sababli ko'pchilik qishloq hukumatlari saylovda o'sha vaqtdagi usulni qo'llashmoqda. Bizning ijodiy guruh qishloq hukumati rahbari to'g'ridan-to'g'ri saylanishi kerakmi degan savol bilan yashovchilarga murojaat qilishdi. Ularni endi deputattар шайлаган менен азыр депутаттар сүйлөшүп бири-бирин шайлап кое берет. Андан көрө эл шайлаш керек. Ошол депутаттар элден чыкса, элдин көйгөйүн билет, элдин эмнеден кемчилиги экенин ошол элден чыккан депутаттар бар ошол жерде иш кылат. Көпчүлүккө элдин шайлаганына калса, тууган урукка бөлүнүшүп, ар түрдүү нерселерге барып калышат экен, талаш-тартыштарга.
Анан эл өкүлдөрүн шайлап туруп, эл өкүлдөрү шайланса, кыскараак, жыйынтыктуураак болот экен. Ел шайлаш керек. Ел үчүн дегенде азыр айыл өкмөткө тааныш билиш, ууру. Элдин көйгөйүн Элдин эте көйгөйүн чече турган. Ушуна шайлаш керек да. Сөз түрдө алганда эл шайлаш керек. Эмне үчүн дегенде элдин көйгөйүн, элдин мындай чечилбеген маселелерин ошолор билет да. Ошон үчүн элдин немесин ошолорча эл чечиш керек. Азыркы эле система тура эле болот го дейм. Эмне үчүн? Көрүп атпайбы прямой выборда кандай ситуация болуп атат. Шаардыкын мейли Оштукун, Бишкектикин эл шайласын. Айыл өкмөттөрдүн эмне кереги бар ал жерде? Тууган урук болуп кырылышкандан көрө. Qirg'izistonda ishsiz ayollarning soni 95 mingdan ortadi. Ularning 25i oliy, 19i o'rta bilimga ega. Bu ayollarning ishga jalb qilish bo'yicha Iqtisod ministrligi kambag'allikni bartaraf qilish fondi Osiyo taraqqiyot banki bilan hamkorlikda Qirg'izistondagi ayollarning tadbirkorligini rivojlantirish loyihasi ustida ishlamoqda. Shu asnoda bir qancha ayollar ishga jalb etilib, bugungi kunda ular bizneslarini qanday rivojlantirmoqda, navbatdagi lavhada bayon etiladi. Ülkede minglagan ishsiz ayollarning aksariyati qishloqlarda uchraydi. Bu muammoni hal qilish maqsadida Qirg'izistondagi ayollarning tadbirkorligini rivojlantirish loyihasi ishlamoqda. Homiy bo'lib kambag'allikni bartaraf qilish bo'yicha Yapon fondi chiqsa, Osiyo taraqqiyot banki loyihani nazorat qilib keladi. Uni amalga oshirish uchun Osiyo banki va Qirg'izistonning iqtisod ministrligi o'rtasida grant shartnomani imzolagan. Unda tadbirkor ayollarga moliyaviy tomondan qo'llov ko'rsatish, o'qitib o'rgatish talablari yozilgan. Негизи айыл жерден көбүнчө аракет кылып атат. Себеби баягы айыл жерде миграция болгон үчүн, ошо миграцияны токтотуш үчүн айылдарды окутуусун ошо жерде ишин жүргүзүп, ошо жерде өнүгүп турган жакшы болуп атат деп биз үчүнчү. Ошончо көбүнчө ошол максатта окутуулар жүргүзүлгөн. Loyiha Qirg'izistonning barcha hududlarini egallaydi. Qishloq ayollari Qirg'izistondagi ayollarning tadbirkorligini rivojlantirish loyihasi asosida o'qitilib, o'z biznesini boshlash bo'yicha maslahatlarni olishadi. Iqtisod ministrligi Osiyo taraqqiyot banki bilan hamkorlikda nasiya olish tomonidan yordam beradi. Ayni damda o'z biznesini jonlantirayotganlarning biri Qanikeyi Qo'zibayeva. U bir tikuv mashinasi bilan ish boshlagan. Bugun bo'lsa tikuv sexini ochib, boshqa xotin-qizlarni ham ish bilan ta'minlamoqda. Mazkur loyiha to'g'risida eshitishdan avval uyda tikkanlarimni bozorga olib chiqib sota olmayotgandim, deydi tadbirkor. Bozorga tigib topshirchimda, tovarlarimchi al жерде местамда жок болчу. Анан үйдөн тигип тапшырчумун. Эми ал жерде сатылганда аласың акчасын, сатылбаса ала албайсың. Үй бүлөнүн бюджетин эсептегенди үйрөндүм, ошондой эле бизнес пландарды түзгөндү, кредит алганды банктан ошолорду үйрөндүм. Бул проекттен мага аябай жардам берди бул проект. Loyiha 2014-yili boshlanib, bugungi kungacha 300 dan ortiq ayol o'z biznesini boshlash bo'yicha o'qitilgan. O'sh shahrida loyiha natijasi va bundan keyingi rejalari muhokama qilindi. Көп кыйынчылыктан өткөн, башыдан өткөзгөн, алиги акчаны кандай иштетиш, анан налог туурасында башкалар, мына ондай тажрыйбалуу аялдар жаштарга кеңеш берсе өтө жакшы. Андай мындай кыйналбайт да. Qirg'izistonda so'nggi statistik ma'lumotga ko'ra ishsiz ayollarning soni 95 mingdan ortadi. Ularning 25% oliy, 19% esa o'rta bilimlilardir. Umida Mirzabayeva, Adina Dusumbetova, Qimbat Abdusamatova, Intimaq. Juma kunlari kuch tizimlarining xodimlari masjidlarda kuchaytirilgan tartibda nazorat olib borishadi. Sababi shu kuni juma namozini o'qigani kelganlarning turli buyumlari o'g'irlanayotganligi bo'yicha militsiyaga arizalar tushgan. Shuning uchun Jalolobod shahrida bugundan boshlab tartib soqchilari masjidlarni nazoratga olishadi. Batafsil navbatdagi lavhada. Jalolobod oblasti ichki ishlar boshqarmasining xodimlari masjidlarni nazorat qilishmoqda. Bunga so'nggi vaqtlarda masjidlarda ro'yxatga olingan o'g'irliklar sabab bo'ldi. Aniqroq aytganda, shahardagi ayrim masjidlarda juma namoziga kelganlarning oyoq kiyimlari, telefonlari, ayrim vaqtlarda kiyimlarning o'g'irlanishi haqida ma'lum qilingan. Bir yıl Cuma mescidinde 5.000-7 minge yakın cemaatimiz geldi. Emin insanların içinde var 5 kol bir de emes degendey, jürüm turumu, adab ahlakı naçar, tuğanlarımız, jaranlarımız geldi. Көбүнчө ошол буюмдары жоголуп жаткандыгы айтылды. Ал боюнча бизге дагы мешіт имамы кайрылды.
Mazkur vaziyatlarni inobatga olgani holda Oblast Ichki ishlar boshqarmasi masjidlarni kuchaytirilgan tartibda nazoratga ola boshladi. Militsiya juma namozi vaqtidagina masjidlarda bo'lishni, qolgan vaqtda ishini davom ettirishni qo'shimchalashdi. Мысалы, область боюнча 600ден ашуун мечит болсо, алардын жума намазы окулчу жайларда аймактык милициянын ыйгарым өкүлдөрү көзөмөлдөшүүдө. Ал жерде көбүнчө ошо жума намаздарда майда чүйдө бут кийимдерин жоготуп алган учурлар кездешет. Lekin namozdan chiqqan fuqarolar yo'qolgan buyumlari ortidan ko'p qidirishmaydi. Bu vaqtgacha bir vaziyat ro'yxatga olinib, oyoq kiyimini yo'qotgan fuqaro uni izlamagan. Olgan fuqaro esa uni bir haftadan keyin qaytarib olib kelib bergan. Şu bul жерге өзүнүн формасы менен эмес, эл сыяктуу эле келип, элдер менен чогуу намаз окуп, ушул жердин тынччылыгын сактап, жамаатыбыз ушул намаздарын толук окуп, тынч тарап кетишине көптөн бери кызматташып келебиz. Ichki ishlar ministrligining ma'lumotiga ko'ra, juma namozi vaqtida masjidlarda militsiya xodimlari tomonidan nazoratga olinishi diniy erkinlikka ta'zyiq ko'rsatish qatori bo'lmaydi. Ta'kidlab o'tsak, Jalobod oblasti bo'yicha 600 masjid bor. Batken oblastidagi tasviriy san'at maktabi internati yangi binoga muhtoj. 10 yildan beri o'zlarining doimiy binosi yo'qligi sababli boshqa binolarga ko'chib bilim olishga majbur. Bo'lajak rassomlarni tarbiyalagan internatda kerakli jihozlar ham yetarli emas. Aniqrog'i 50 bola bilim olgan joyda 4 parta bilan sanoqligina kursilar bor. Shu sababli har bir soatda ular jihozlarni boshqa xonalarga tashib qiynalishadi. Tasviriy san'at maktabi internatidagi muammolar haqida muxbirimiz bayon qiladi. Botkendagi tasviriy san'at maktab binosida har kuni shu holat takrorlanadi. Aniqroq aytganda, o'quvchilar bir xonadan ikkinchi xonaga parta stullarni ko'chirishadi. Sababi maktab internatda 50 nafar bolaga sanoqligina parta stullar bor. Парталарды бардығын арқы спес сабақтарға алып кіріп кетішкен. Эми спес сабақ бүткөндөн кийин предметтик сабактарга кайра алып келип окушаттар. 2006 yildan beri turli binolarga ko'chib, Botken shahar meriyasining eski maktabiga 2013-yili kelishgan. 2 korpusdan iborat binoning bir tomonida o'quvchilar uchun yotoqxona va oshxona o'rin olgan, lekin yotoqxonada ham muammolari bo'lib, masalan, bir xonada 15 tadan o'quvchi yotadi. Бул жерде мен 3 жылдан бери окуйм. Бул жерде ушундай өзүңүздөр көрүнгөндөй эле мындай вообще тыгын жашайт. Бир комнатада 15 кыз. Ошол окуучулардын баягы деңгээлине жараша имарат жооп бербейт да талапка. Себеби бул жер мурдан мектеп болгон экен. Мектеп болгон экен, класстары кичинекей. Анан ошо класстарды гана биз ошо жатакана кылып, анан бир классты баягы ошону ашкана кылып туруп иштеп жатабыз. Tasviriy san'at maktabi internatida oblastning turli hududlaridan kelgan 49 nafar o'quvchi bilim oladi. O'quvchilar kelajakda Milliy tasviriy san'at akademiyasida ta'lim olib, taniqli skulptor Turg'unboy Sodiqovday bo'lishni niyat qilishadi. Lekin oblast bo'yicha rassomlik bo'yicha birgina shu maktabda bilim olish imkoni borligi sabab sharoit yo'qligidan bolalar soni keskin ozaygan. Men Aqto'rta rayonidan kelganman. Bu maktab ayoy yaxshi, bizga o'rgatgan og'aylardagi bizga tereң ma'lumotlarni bildirib, yaxshi o'qitat. Biroq menga bu yerga kelgandan beri stol tashu qiyinchilik yaratyapti. Maktab binosidagi ayrim kerakli jihozlarni olish uchun 70 ming so'm sarflanadi. Bu haqda Botken oblast rahbariyatiga xat yuborilgan, lekin murojaat yil so'ngida bo'lgani uchun 4 ming so'mgina ajratilgan. Ошол каттын негизинде бизден убагында резервде акча жетишпегендигине байланыштуу 2016-жылы берилген эмес. Бирок 2017-жылы 17-январда акча бөлүнүп берилди. Bu vaqtgacha Botken shahar meriyasi tomonidan bino qurish uchun yer uchastkasi ajratilgan, lekin qurilish ishlari qachon boshlanishi bo'yicha aniq javob berilmagan. Endi madaniyatliklar suv muammolaridan xalos bo'lishdi. Sababi 20 yil toza suv muammosidan qiynalgan aholiga suv quvurlari o'rnatilib, yashovchilarga toza suv olib kelindi. Buning uchun madaniyatliklar mablag'ning 1/3 qismini o'zlari yig'ishgan, qolgan qismini mahalliy hukumat va investorlar berishgan. Hozir qishloqqa umumiy 50 suv quvurlari o'rnatilib, 630 xonadan toza suvdan foydalana boshladi. Qishloq aholisining quvonchiga bizning ijodiy guruh ham guvoh bo'lib qaytgan. To'q ichganga ham suv yo'q bo'lib qoladi keyda. O'shaning uchun mana baldarimiz, yosh baldarimiz ichib olib, va jug'ishtorlar bo'lib,
Jomon qiynaldi ele. Madaniyat qishlog'ida toza suv masalasi 20 yildan beri muammo yaratib kelgan. Bu vaqt oralig'ida aholining ichimlik suviga bo'lgan muhtojligi ortib, oqova suvdan foydalanishgan. Endi qishloqqa toza suv olib kelinib, muammo hal qilindi. Alı jetken maşinalar var, unası var, önün alıp kelgen. Köpçülük учурда эле бала чакага жалдырабыз. Бардыгын эле унасы жок болгон. Ошонун себебинен ким кетип аткан болсо, пилягыбызды бере коюп, ошо сууларды алып келип ичип жүргөнбүз. Баягы жашоо токтоп калбайт экен, таза суу жок болсо деле жашап келгенбиз. Bu vaqtgacha qishloq aholisi hukumat vakillariga yordam so'rab murojaat qilishgan. Mahalliy hukumat mablag'ning 3dan 1 qismini to'lab, qolganini investorlar va qishloq yashovchilari yig'ishgan. Бүт bag'ı gerekli turbalardı, ekskavatorlarını alıp berdi. Anan el özübüz dagı akça çoğulttuk. Her bir kocalıktan 2000'den akça çoğulttuk. Anan onun üstünde koşumça aşar jolu menен dagı jardamdaşıp, şuntu anan ayıldın başına çen su geldi de. Ta sunu, içimlik sunu 8,5 kilometrden Алтал айынан бері айылға шейін тартып, сүттерін тартып берішті, айлық бетін есебінен. Мұрын су илгері 64-65 жыл құрылған водопроводымыз бұзылып жоқ болып, судан мұқырап атқан болчубуз. Qishloqqa o'rnatilgan 50 suv quvuri 9 kilometr uzoqlikdan olib kelingan. Hozirda yangi qurilgan quvurlarni va suv yig'uvchi quduqlarni mustahkamlab chiqish ishlari qolgan. Sababi bahor kelib, sel bo'lgan vaqtda muammo yaralishi mumkin. Al yerdi bu yilqi yili bayaqı немеге МЧСке бергенбиз, тосмого, дамба курууга. Bu yilqi жылдагы ал жака акча карап атам. Bu yilqi жылы баягы таза жылда сел келгенде сел алып кетет да жылда. Ошон үчүн bu yilqi жылкыга дагы 300 миң ошо Кызылталга таза сууга карап атам элге. Toza suv tanqis bo'lgan qishloq aholisi masalani hal qilishni qo'lga olib 700 ming so'm mablag' yig'ishgan. Bundan tashqari mahalliy hukumat byudjetdan 1,5 million so'm ajratgan. Bu mablag' ham kam bo'lganligi sababli qishloq kengashining deputatlari tomonidan investorlar jalb qilingan. Natijada 3 milliondan ortiq mablag' sarflanib, qishloqda 630 xonadon toza suv bilan ta'minlanishdi. Qirg'izistondagi so'z erkinligi uchun kurashish zarur. Bu haqda bugun Jalolobod shahrida so'z erkinligini himoya qilish qo'mitasi yig'in o'tkazdi. Davra suhbatiga Suzoq va Bozorqo'rg'on rayonlaridan kelgan yashovchilar va mahalliy faollar ishtirok etishdi. Bugun o'lkada yana qanday voqealar bo'ldi? Navbatdagi rubrikada ko'rasiz. Qirg'izistondagi so'z erkinligi uchun kurashish zarur. Bu haqda bugun Jalolobod shahrida so'z erkinligini himoya qilish qo'mitasi yig'in o'tkazdi. Davra suhbatiga Suzoq va Bozorqo'rg'on rayonlaridan kelgan yashovchilar, mahalliy faollar ishtirok etishdi. Yig'inda Jalolobod shahar kengashining atrofidagi holat va qamoqdagi muxolifat vakillari to'g'risida so'z bo'ldi. Mazkur tashkilot uyushtiruvchilarining so'zlariga ko'ra, bu kabi muhokama o'lkaning 7 oblastida o'tkaziladi. Uning maqsadi Qirg'izistondagi so'z erkinligi uchun kurashish kerakligi to'g'risida va hukumat bilan xalqni bevosita bog'lashga yordam ko'rsatib, xalqning fikrini bilish bo'lib sanaladi. Андан тышкары сабап жатышат ачыктан ачык журналисттерге. Эң акыркы этабы бул ошол соц тармактарга болгон басым болду. Лайк үчүн, пост жазган үчүн аларды кууntуктап УКМКга чакырып жатканы ошол эле Жалал-Абад областында. Бул сөзсүз түрдө эркиндикке болгон чабуул катары биз сыпаттайбыз, ошондой O'shdagi Zahiriddin Muhammad Bobur teatrining artistlari bugun qo'shni O'zbekistonga jo'nab ketishdi. Endi ular bir hafta davomida Andijon, Namangan va Farg'ona shaharlarida Ayko'l Manas spektaklini namoyish qilishadi. Guruhdagi 46 odamning barcha chiqimlarini O'zbekiston hukumatı o'z zimmasiga olganini mazkur teatrning direktori bildirdi. 2016-yilning oxirida O'zbekiston hukumatining delegatsiyasi O'shga kelgan vaqtda vitse-premyer ministr Adham Ikromov Toshkent Bobur teatriga $50,000 yordam berishini aytgan. O'shdagi Bobur O'zbek drama teatrida 160 xodim ishlaydi. Uning 70 nafari ijodiy guruh a'zolari. Ularning orasida 2si xalq artisti, 11i xizmat ko'rsatgan artist. Qirg'izistonlik madaniyat xodimlari so'nggi 20 yildan beri birinchi marta O'zbekistonga bir haftalik ish safari bilan chiqishdi. Biz o'sha yerdagi javobgarligimizdagi o'zimiz sezimimiz bor. Allah nasip etse mana shu Ayko'l Manas spektaklimizni Farg'ona o'rinidagi ko'rarmanlarga bir yuqori dengada ko'rsatamiz degan bir ishonim bilan boryapmiz. Allah nasip etse yuzimizni yorug' qilib, elimizga sog' salomat qaytamiz.
Batkenlik 11-sinfning o'quvchisi 17 davlat ishtirokidagi xalqaro fan olimpiadasida 3-o'rinni oldi. Har yili o'tkaziluvchi olimpiadaga 17 yoshdagi Artur fizika fani bo'yicha ishtirok etib, bronza medaliga sazovor bo'ldi. Qozog'istonda bo'lib o'tgan mazkur musobaqada matematika, fizika va informatika fanlari bo'yicha tanlov o'tkazildi. Unga Qirg'izistondan 5 nafar o'quvchi ishtirok etdi. Bu vaqtgacha O'rta Osiyo, dunyo olimpiadalarida ishtirok etib kelgan Artur kelasi yili ham o'tkaziluvchi sinovga tayyorgarlik ko'rmoqda. Akırkı жылдары деңгээлибиz кыйла көтөрүлдү, себеби Бишкекте Олимпиада центри ачылды. Ал жерде окуучулар өзүнүн олимпиадалардагы мүмкүнчүлүктөр бар да ал жерде. Былтыр эл аралык олимпиадалардан, дүйнөлүк эл аралык олимпиадалардан 5 медаль болду да. Бул эң жогорку жыйынтыкта Кыргызстан. Бул жылы да ошол бир алтын медаль, ошол биринчи жолу алып жатабыз да. Бул алтын медаль буга чейин ала элек бул Жааттыкский олимпиададан. Bu yil Sovet armiyasini Afg'onistondan chiqarilganiga 28 yil bo'ldi. Shu munosabat bilan bugun O'sh shahridagi afg'onchilar harbiy o'q otish dalasida qurol bilan xotirlashdi. Unga 60 dan ortiq afg'on urushining faxriylari ishtirok etib, qo'llariga qurol ushlab yana bir marta urush maydonida o'tgan kunlarni xotirlashdi. Mavzuni batafsil muxbirimiz hikoya qiladi. Здравствуйте, товарищи ветераны! Bugun afg'on urushining faxriylari qo'llariga qurol olib, urushda qurbon bo'lganlarni xotirlashdi. 60 ga yaqin harbiylar qurol bilan nishonga otishdi. O'q otish maydonidagi ishlar nomer 8-piyoda askarlar diviziyasi bilan birgalikda uyushtirilgan. Baldarda ушул bir gün bolsa da ушул өткөн күндөрүн, ушул октун житин, пороктун житин эстеп, ушул жакта курман болгон досторубузду эстеп деп, дайыма традиция болуп калган ушуну өткөзөбүз. Албетте, автоматты кармаганда эле ооганда жүргөн мезгил эсиме келип кетет. Таасири бар, сөзсүз болот, болбой койбойт. Көңүл бар, окто, баянда. Бой готов. Байкоона жүргөз, өз бутанга огат. Harbiy mashg'ulot dalasida faxriylarning qurol olib o'q otishi nazoratga olingan. Bu yerdagi o'q otishning katta yetakchisi Qahramon Kamilovning so'zlariga ko'ra, afg'onchilar nishonga aniq otib, o'zlarini quroldan foydalanishda tajribali ekanliklarini ko'rsata olishdi. O'q otуу сабагы болуп жатат. Бул жакта жүздөй адам o'q атып атат. O'q атуулары, уларды күжүрмөн жактан карасак, жакшы эле. Опыттары жакшы бар, o'q атууда буталарга тийип атат, жакшы эле o'q атып жатат. O'sh shahri bo'yicha umumiy 412 nafar afg'on urushining faxriylari bor. Bugun o'q otish maydoniga ularning 60 dan ortig'i yig'ilishdi. Tadbirning maqsadi halok bo'lganlarni xotirlab, ularni unutilib ketishiga yo'l qo'ymaslik. Oğan jokerlerin şu baştaki askerde kızmat ötögönün unutpаш üçün ar daim elin jerin korgogонго dayar boluş üçün bugün uşul O'sh garnizonunun talasında o'q atуу мероприятиясын өткөзүп жатабыз. Eraliyevning qo'shimcha qilishicha, vatanni himoya qilgan harbiylarni xotirlash kechasi 15 fevralda uyushtiriladi. U O'sh shahar kengashi va afg'on urushining faxriylar kengashi bilan birgalikda o'tkaziladi. Tadbir To'xtog'il istirohat bog'ida bo'lib o'tadi. Dasturimizni xalqaro yangiliklar bilan davom ettiramiz. Janubiy Afrika Respublikasining prezidenti Jacob Zumaning parlamentdagi nutqi mushtlashuvga sabab bo'ldi. Muxolifat deputatlarining noroziligiga nazoratchilar aralashishga majbur bo'lishdi. Iqtisodiy erkinlik uchun partiyasining lideri Julius Malema biz bilan umuman o'zgara olmagan darajasi past odam turibdi. Buni konstitutsiyaviy sud ham isbotladi degan gap prezidentning so'zini bo'ldi. U bir necha marta so'zga aralashgandan so'ng mahalliy Milliy assambleya raisi nazoratchilardan deputatni zaldan chiqarib yuborishni buyurdi. Prezident Zumaning muddati 2019-yili tugaydi. So'nggi yillarda uning atrofida korrupsiya bilan bog'liq bir necha so'zlar bo'lib, o'z partiyadoshlari ham norozilik bildirishgan edi. Butun dunyo xalqi foydalangan zaytun moyi yo'qolib ketish xavfida. Yildan yilga hosil kamayib, qurg'oqchilik ham fermerlarni shoshtirmoqda. Mahalliy aholi ham moyning sifati nochorlashib borayotganidan xavotirda. Fermerlar esa yomg'irdan va mo'l hosildan umid uzishmagan.
Aljer tog'li hududlarining Bedja provinsiyasida zaytun daraxti o'sadi. Uning hosillaridan butun jahon bilgan zaytun moyi olinadi. Mazkur ish bilan fermerlar shu asrdagina shug'ullangan emas. Bu mehnat tajribasi uzoq yillardan beri avloddan avlodga o'tib kelmoqda. Hozirda bular uchun qiyinchilik kelib turgan payt. Sababi qurg'oqchilik tufayli hosil ozayib bormoqda. Shuningdek, chiqashaning ko'payishi ham tadbirkorlarning qiynalib qolishlariga asos bo'lmoqda. Бұл жылы былтырқыға салыштырмалуу зайтун аз алды. Дарактар жылаңач, жамгырдан болсо кабар жок. Бактыга жараша быйыл кар көбүрөөк жаады. Келерки жылы түшүм жакшы болсо экен деп тилеп жатабыз. Hosildorlikning ozligi oziq-ovqat mahsulotlarining narxini ko'tarilishiga ham sabab bo'ldi. Natijada aljerliklar sifati yuqori darajada yaxshi bo'lmagan zaytun moyini olishga majbur bo'lishdi. Bunga qaramay tadbirkorlar har yili hosildorlikdan umidlarini uzishmaydi. Түшүм жүйнө жылдары бири-бирине окшобойт. Кээде данды көп алабыз. Ар жылы ар башкача. Mahalliy aholi o'zlari ishlab chiqargan moyni suyuq oltin deb qo'yishadi. Aytishlaricha, zaytun moyi ularga boylik olib keladi. Бул биздин урпактардан калган салт. Зайтунду топтойбуз, жейбиз, жана ден соолугубузду чыңдайбыз. Moy ishlab chiqarish fermalarida esa ish qaynamoqda. Birinchi zaytun donalarini maydalab yanchishadi. So'ng olingan suyuqlikni tozalashadi. Ishxona rahbari esa har yili moy narxi o'sib borayotganini aytib, xavotirlanmoqda. Baho qimmat, sebebi zaytun dana az. Sapati da jil сайын начарлап баратат. Жумушчулар иштебей, кургакчылык болуп жатат. Hozirgi kunlarda Aljerning barcha hududlarida yangi fermalar ochilmoqda. Ammo yog'ingarchilik bo'lmay qurg'oqchilik mana shunday davom etaversa, Aljer zaytun ishlab chiqarishni to'xtatishi mumkin. Bugun Intimaxt muxbirlari tomonidan tayyorlangan xabar va lavhalar mana shulardan iborat. Dam olish kunlaringiz mazmunli o'tsin. Xayr-omon bo'ling. Ob-havo ma'lumoti homiysi Today savdo markasi. Today kofesi haqiqiy go'zallik, yaxshilik va sihat salomatlik ramzidir. Shahardagi barcha savdo rastalaridan so'rang. Today kofesi haqiqiy go'zallik, yaxshilik va sihat salomatlik ramzidir. Shahardagi barcha savdo rastalaridan so'rang.